Hammaga assalomu alaykum. Bugun Turkiy Davlatlar Tashkiloti Musulmonlar diniy idoralari rahbarlari kengashi fatvo hay'ati Samarqandda bo'lib o'tgan yig'ilishda 2026-yil Ramazon oyi boshlanishi va Ramazon hayitini kunlarini belgiladi va shu videoda shu haqida bo'ladi. Undan oldin video ro'zani kutib, Ramazonni kutganlar bittadan like tugmasini bosib qo'ying. Ushbu xabarni birinchilardan do'stlaringizga telegramlar orqali jo'nating, ular o'tkazib yuborishmasin ro'zaning birinchi kunini va yaxshilik qilish, uni tarqatish bilan tengdir. Buni tarqatinglar, do'stlaringiz bilishsin, yaqinlaringizga, gruppalarga va bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarga qiziqarli va tez xalq uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni chiqarib boraman. Demak, unga ko'ra Ramazon oyining birinchi kuni 19-fevral payshanba kuniga, Ramazon hayiti esa 20-mart juma kuniga to'g'ri kelishini aniqladi. Turkiy Davlatlar Tashkiloti fatvo hay'ati Ramazon oyi 19-fevral kuni boshlanishini belgiladi, deyiladi xabarda. Turkiy Davlatlar Tashkiloti Musulmon diniy idoralari rahbarlari kengashining fatvo hay'ati Samarqandda bo'lib o'tgan yig'ilishda 2026-yil Ramazon oyi boshlanishi va Ramazon hayitini kunlarini belgiladi. Hay'at 2026-yilda Ramazon oyining birinchi kuni 19-fevral payshanba kuniga va Ramazon hayiti esa 20-mart juma kuniga to'g'ri kelishini aniqladi. Ushbu xabarni imkon qadar do'stlaringizga ko'proq jo'nating va foydangiz tegsin. Xayr, salomat bo'ling.